Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Barchangizga xayrli kun va kun yakunlanib bormoqda. Taraqqiyot telekanalida esa dasturlarimizdan o'rin olgan Xalq bilan muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni. O'ylaymanki, bu galgi ko'rsatuvimiz ham yurtdoshlarimizga manfaatli ma'lumotlar taqdim etadi. Albatta, ko'rsatuvimiz orqali jamiyatimizdagi turli sohalarni o'ziga xos mavzularda ko'tarib, yurtdoshlarimizni qiynayotgan muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Bu galgi ko'rsatuvimiz ham albatta yurtdoshlarimizga manfaat bo'ladi. Albatta, bugun yurtimizda aholini sifatli uy-joy bilan ta'minlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan va bu sohada ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusini qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar va natijalar deb belgiladik va ushbu soha vakillarini bugun ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Demak, mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Andijon viloyati qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi sho'ba boshlig'i Dostonbek Mamatov tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz. Yana bir mehmonimiz boshqarma issiqlik tizimlarini rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassis Habibullo aka Ermatov tashrif buyurganlar. Va yana bir mehmonimiz borlar. Davlat kadastrlar palatasi Andijon viloyati boshqarmasi bo'lim boshlig'i Davronbek Mo'ydinov tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz. Demak, aziz yurtdoshlar, ko'rsatuvimiz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda. Shunday ekan, ushbu sohaga oid bo'lgan o'zingizni qiynayotgan qanday masalalar, muammolar bo'lsa, bugun mutaxassislarga yo'llab javob olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishingiz yoki Telegram manzilimizda savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Men esa mehmonlarimizga yuzlanaman. Avvalo xush kelibsizlar studiyamizga. Demak, bugun qizg'in ish kunidan ortib xalqimiz bilan yanada yaqinroq muloqot qilib, ularni bugungi qiynayotgan masalalar borasida kerakli ma'lumotlar taqdim etasiz degan umiddamiz. Ana endi keling, dastlabki ma'lumotlar. Bugun Andijon viloyatida aynan ushbu qurilish sohasida, aholini uy-joy bilan ta'minlash sohasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Keling, dastlabki ma'lumotlarni yurtdoshlarimizga taqdim etamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan chiqarilayotgan ko'plab qarorlar, qonunlar shu aholini sifatli va ixcham energiya tejamkor uy-joylar bilan ta'minlash bo'yicha ko'plab hukumat qarorlari tasdiqlanyapti, chiqyapti. Shu borada biz Andijon viloyatida ham hozirgi kunda ko'plab ko'p qavatli uylar, namunaviy loyihalar asosida uylar qurilib foydalanishga topshirilmoqda. Ruxsat bersangiz, aholini, ya'ni bizni fuqarolarimizni hozirgi kunda ko'plab qiziqishiga sabab bo'layotgan mana bu noqonuniy qurilishlarga nisbatan qo'llanilayotgan jarimalar yoki ularga qurilayotgan ma'muriy javobgarliklar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tib ketsak. Albatta, yurtdoshlarimizni ham xabarlari bor. Prezidentimiz farmonlari bilan o'zboshimchalik bilan egallab olingan uy-joylarni rasmiylashtirish, qonuniylashtirish, hujjatlarini ta'minlash bo'yicha xatlov ishlari olib borilmoqda. Marhamat, demak, ushbu ma'lumotlar bilan tanishamiz. Hozirgi kunda hammamizga xabarimiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda, ko'plab televideniyada videoroliklar, ya'ni chiqishlar, blogerlarimiz tomonidan, jurnalistlarimiz tomonidan ko'plab targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 28-martda 192-sonli qaror tasdiqlandi. Ya'ni davlat arxitektura nazoratini amalga oshirish, yangi mexanizmini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida. Bu qarorning asosiy mohiyati shaharsozlik normalariga, ya'ni shaharsozlik qurilish normalariga rioya qilish hamda shu aholi punktlarida rekonstruksiya qilinadigan ijtimoiy soha obyektlarini qurilishini nazorat qilishdan iborat. Hozirgi kunda ushbu qaror bo'yicha ko'plab fuqarolarimiz tomonidan murojaatlar bo'lyapti, qiziqishlar bo'lyapti. Ya'ni yashab turgan o'zini shaxsiy xonadonida qurilgan noqonuniy qurilishlar, o'zi boshimchalik bilan qurilib olingan bino inshootlarga, imoratlarga nisbatan qanday qonuniy yechim topishimiz mumkin
degan savollar bilan ko'p o'zimizga ham murojaat bo'lyapti, ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqyapti. Hozirgi kunda ushbu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi hamda Qurilish vazirligida ushbu Davlat arxitektura nazorat departamenti tomonidan ko'plab noqonuniy qurilishlarni oldini olish hamda ularga kerakli ko'rsatmalar berish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borasida shu fuqarolarimizga bir narsani tavsiya qilib ketardimki, hozirgi kunda o'zi yashab turgan, ya'ni istiqomat qilayotgan o'zini hovli joyida qandaydir naves bostirma deymiz, bostirmami yoki qo'shimcha binomi shunaqa qurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, avvalambor ushbu hududda joylashgan loyiha tashkilotiga borib, o'zini ushbu qilayotgan qurilishini rejasini, ya'ni qaysi tartibda qanaqa qilib qurilishini aytsa, loyihachi tomonidan taklifiy loyiha ishlab chiqarib beriladi. Ushbu taklifiy loyihani davlat xizmatlari yoki davlat interaktiv yagona interaktiv portal orqali to'g'ridan to'g'ri o'sha qurilish bo'limlariga murojaat qiladi elektron tarzda. Ushbu murojaatni bizni mutaxassislarimiz ko'rib chiqib, ushbu taklifiy loyihani kelishuv qilib berishadi, ya'ni kengashdan o'tkazib berishadi. Shundan so'ng o'sha o'zlarini xonadonlarida, ya'ni qo'shimcha bino yoki imorat qurishlari tavsiya etiladi. Agar shunday holatlar ya'ni o'rganish davomida yoki xatlov davomida yoki qaysidir murojaatchi tomonidan yoki Uskosmos deymiz, tashkilotimiz Uskosmos tomonidan berilgan murojaatga asosan bizni mutaxassislarimiz joyiga borib o'rganganda ushbu yangi qurilayotgan qo'shimcha qurilishga kelishuv, loyiha kelishuvi bo'lmasa, u noqonuniy deb topiladi. Shu bilan birga jismoniy shaxslarga eng kam oylik ish haqqini 150 baravarda, mansabdor shaxslarga 200 baravarda jarima qo'llashga sabab bo'lib qolyapti. Shuning uchun shu tadbirkorlarimizdan, fuqarolarimizdan iltimos qilib qolardik. Shu uyingizda o'zingizni yashab turgan xonadoningizda yoki ishlab chiqarish obyektingizda qo'shimcha bino qurilmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir qurilish amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, avvalambor shu biron bir loyihachi bilan, ya'ni litsenziyaga ega bo'lgan loyiha tashkiloti bilan loyihangizni tayinlab, undan so'ng shu tuman qurilish bo'limlaridan kelishuvdan o'tkazib olganlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Har xil savollar tug'ildi. Endi yana bir tomoni, xalqni qiziqtirayotgan tomoni, bu qancha vaqt talab qiladi va qancha xarajat talab qiladi. Aytaylik, arzimagan qurilishni amalga oshirishim uchun men kunlab yoki haftalab yugurib yuramanmi, yoki qanchadir yana mablag' sarflashim kerakmi degan o'y xayol ko'p savollar tug'ilyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Shularga ham to'liq. Endi bu boradagi ko'plab to'g'ri bizga ham murojaatlar bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zini xonadonida yoki tadbirkorlik subyekti bo'ladigan bo'lsa, shu ishlab chiqarish obyektida qurilish rejalashtirilayotgan qurilishini kengashdan o'tkazish uchun avvalambor hozirgi aytganimdek bitta litsenziyaga ega bo'lgan, ya'ni ruxsatnomasi bor loyiha tashkilotiga boradi. Loyiha tashkilotlari ular tadbirkorlik subyekti bo'lgani uchun o'zlarini ko'rsatgan xizmatlarini mustaqil o'zlari belgilaydi. Ya'ni bu bo'yicha aniq miqdor yo'q. Lekin davlat xizmatlariga borib ushbu kelishuvni ruxsatnomani olish uchun belgilangan davlat yig'imlari bor. Ya'ni 206 ming so'm eng kam olish haqqining 50% da davlat yig'imi hamda o'sha davlat xizmatlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangani uchun qo'shimcha ariza yig'imi bor. Ko'rib chiqish muddati 7 ish kunidan iborat. Hozirgi kunda ushbu yana muddatlar
ushbu 200-sonli qarorimizga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilyapti, muddatlar qisqartirilyapti. Bu qisqartirilishi oqibatida yana fuqarolarimizga yengillik, tadbirkorlarimizga qulaylik bo'ladi. Rahmat. Menimcha yurtdoshlarimiz juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Ana endi ko'rsatuvimizni tomoshabinlarimizni, yurtdoshlarimizni savollari bilan davom ettirmoqchimiz. Aytib o'tganimizdek, ko'rsatuvimiz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda. Mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ikkilanmasdan ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'laning va savollaringizni yo'llang. Mabodo bog'lana olmasangiz, Telegram manzilimizda savolingizni yozib qoldiring. Biz mutaxassislardan javob olamiz. Dastlabki yurtdoshimizning savollarini tinglashga tayyormiz. Assalomu alaykum. Marhamat, jonli efirdasiz. Alaykum assalom. Afsus, yo biz ularni eshita olmayapmiz yoki. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq? Andijondan. Andijondan. Juda ham yaxshi, savolingizni eshitamiz. Marhamat. Biz 1972-yilda shu xonadonni sotib olgan edik. Shundan beri nalovlarni to'lab kelamiz. Shuni qanaqa qilib kadastr qilsak bo'ladi? Xo'p, uy-joy bo'yicha sizda qanday hujjatlar mavjud? Hujjat bo'yicha plan bor. Ular endi shu uyda egasini nomida-da. Shuni o'zimizni nomimizga qanday qilib o'tkazib olsak bo'ladi? Xo'p, Davronbek, yana bir qo'shimcha savollar bormi? Mana kadastr bo'yicha ekan savollar. Savollarga javob Tushunarli. beramiz. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Demak, mutaxassisdan javob olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Yuqorida qo'ng'iroqdagi savol bo'yicha 1972-yilda sotib olingan xonadoni bo'yicha tegishli tartibda uyni kadastr hujjatlari endi u paytda BTI tashkiloti bo'lgan, BTI tashkilotidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan yer ajratish qarori, undan keyin ko'chmas mulkiga foydalanishga qabul qilingan o'sha paytdagi belgilangan huquqi bo'lsa, notarial tartibda, notarialniy tashkilotlar tomonidan tasdiqlab o'zini nomiga o'tkazgandan so'ng kadastrda o'zini nomiga qayta rasmiylashtirish mumkin. Agarda haqiqatda sotib olganlik to'g'risida notarialniy o'sha paytda tasdiqlanmagan bo'lsa yoki yuridik hujjati bo'lmasa yoki eski qishloq sovetlarini qarorlari bilan qurilgan uy-joylar bo'lsa, bularga qo'shimcha ravishda hozirda O'zbekiston Respublikasini 937-sonli qonuni bo'yicha xatlov ishlari olib borilyapti. Haqiqatda huquq belgilash tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan taqdirda qonun doirasida mahallalar ketma-ketligida xatlov ishlari olib borilganda ko'chmas mulk egalariga nisbatan huquqlari e'tirof etilganda keyin o'zlari nomiga belgilangan tartibda notarialniy oldi-sotdi qilish mumkin. Rahmat. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob oldilar. O'ylaymanki, agar sizni javob qoniqtirmagan bo'lsa, takroran yana murojaat qilishingiz mumkin. Men nazarimda to'la-to'kis sizga kerakli ma'lumotlar taqdim etildi. Bu bo'yicha kerakli hujjatlarni yig'ib, albatta tez orada muammoingiz hal bo'ladi degan umiddamiz. Biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va albatta Telegram manzilimizga kelgan savollarga ham to'xtalmoqchimiz. Xo'p. Ko'p qavatli uylar borasida bir qancha savollar kelishni boshlagan. Assalomu alaykum. Davlat tomonidan uy-joylar qurilishi amalga oshirilyaptimi yoki faqat xususiy firmalar orqalimi? Davlat tomonidan qurilgan uylar arzonroq bo'lardi. Narxlarni kimlar nazorat qiladi? Uylar arzonlashadimi degan savol. Marhamat. Savol uchun rahmat. Hozirgi kunda ko'p aholimizni qiziqtirayotgan tashvishli savollardan biri. Muhim savollardan biri. Hozirgi kunda davlat buyurtmasi asosida ko'p qavatli uylar qurilishi vaqtincha to'xtatilgan. Hozirgi kunda bu borada qurilishlarimiz yo'q. Hamma hozirgi kunda qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binolari
tadbirkorlik subyektlari tomonidan qurilib bitkazilmoqda. Bularni qurilishdagi nazorati o'zimizni Andijon viloyat hokimligi hamda shu tegishli qurilishda qurilish sohasini nazorat qiluvchi organlar tomonidan nazorat qilib boriladi. Narx-navoga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda narxlarimiz unchalik baland emas. Ya'ni o'sha hududdan, ya'ni hududni infratuzilmasidan, bu yerdagi aholini kelib chiqish, ya'ni moddiy va ma'naviy kelib chiqishiga qarab turib quruvchilarimiz tomonidan narx-navolar belgilanmoqda. Xo'p. Rahmat javob uchun. Davom etamiz. Yana bir bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p holatlarni kuzatdik. Ko'p qavatli uylarni oldi sotisi, fuqarolarni sotib olish jarayonida ayrim firibgarlik holatlariga uchrayotganligi, hali kadastri chiqmagan uy-joylarni sotish boshlanganligi, uni oqibatida ba'zi bir fuqarolarning murojaatlari va hatto shartnomada ko'rsatilgan lekin bajarilmagan uy-joydagi o'sha holatlarni to'g'risida ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda murojaatlarni ko'rdik. Bugungi kunda Andijon viloyatida mana shunday qurilish sohasida, uy-joylarni sotish, oldi sotish sohasida mana shunday firibgarlik holatlarini oldini olish uchun keling bu savolga keyinroq to'xtalamiz. Bizga qo'ng'iroq qilib bog'langan yurtdoshimiz bor ekan, ularni kuttirib qo'ymaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Andijon Sakasidan Ikromman. Savolingizni eshitamiz. Uyimga bostirma molxona qildirmoqchi edim. Shunga ruxsatnoma olaman. Bu ruxsatnomani muddati qachongacha belgilanadi yoki kadastr bilan urib o'tganmi? Tushunarli. Savol uchun rahmat. Yakka tartibda uy-joylarda qurilish qilish uchun ruxsatnoma talab etilmaydi. Bu birinchi asosiy anaqa. Qachonki noturar joy toifasidagi obyektlar bo'ladigan bo'lsa, shu obyektlarga nisbatan ruxsatnoma olish talab etiladi. Nazarimda kelishuv nazarda tutyapti. Yakka tartibda turar joylar, hovli joylarga nisbatan faqatgina o'sha bu tinglovchimiz boshdan ko'rayotgan bo'lsa, qurilayotgan uylardagi qo'shimcha bostirma bo'ladimi yoki qo'shimcha bino bo'ladimi, unga faqatgina loyiha kelishuvi ishlab chiqilib, ushbu loyiha kelishuvi ish keraklik qurilish bo'limlaridan ro'yxatdan o'tkazilib tasdiqlansa bo'ldi, shu bilan qurilish mumkin. Buni oldim deyapti. Bu loyiha kelishuvi menimcha o'sha ruxsatnoma muddatlari 2 yil. 2 yil. 2 yil ichida qurilishni amalga oshirish kerak bo'ladi. Agar amalga oshirmasa, u eski muddati o'tgan bo'ladi. Qaytadan kelishuv, loyiha kelishuv amalga oshirish kerak bo'ladi. Bugun yurtdoshlarimizni uy-joy xarid qilishda, ya'ni ko'p qavatli uylarni xarid qilishda ayrim firibgarlik holatlaridan ehtiyot bo'lishlari yoki qurilish firmalari tomonidan shartnomada ko'rsatilgan shartlarni bajarmasligi yoki qurilishlarning o'z vaqtida topshirilmasligi yoki qurilishdagi mavjud ayrim kamchiliklarni aniqlanishi, aytaylik, sifatli qurilish materiallaridan foydalanmaganligi holatlariga uchrab qolmasligi uchun yurtdoshlarimizga nimalar tavsiya berasizlar? Uy xarid qilishda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalardan ehtiyot bo'lishlari kerak? Va bu borada Andijon viloyatida boshqarma orqali qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Hozirgi kunda Qurilish vazirligining shaffof milliy axborot markazi tomonidan yangi ilova joriy qilinyapti. Bu qanaqa? Tadbirkor tomonidan ko'p qavatli turar joy bino inshootlari qurilishi boshlanadi. 12 qavatli bino qad rostlashi rejalashtirilgan bo'lsa, qurilish jarayonlari birinchi yoki ikkinchi etajda ketyapti. Shu holatda ham anaqa fuqarolar o'zlari borib, o'zlari yoqtirgan, o'zlariga ma'qul kelgan kvadratdagi xonadonlarni sotib olishi mumkin bo'ladi. Hali qurib bitkazilib yakunlanmagan obyektlar uchun bu bo'yicha
quruvchi bilan oluvchi o'rtasida, xaridor o'rtasida shartnoma tuziladi va shartnoma shartlari asosida sotib oluvchi to'lovlarni bank orqali amalga oshiradi. Bank qurib bitkazilayotgan ko'p qavatli turar joylarda qurilishi yakunlanib, oxiriga yetib foydalanishga qabul qilingunga qadar bo'lgan jarayonda pullarni bank o'zini hisobida ushlab turadi-da, undan keyin quruvchiga yetkazib berish. Bu bo'yicha hozir amaliy ishlar vazirlar tomonidan yakuniga yetib qoldi. Ungacha bo'lgan holatlarda hozir ko'p qavatli turar joylardan xonadon sotib olmoqchi bo'lgan fuqarolar avvalambor qurib olayotgan, sotib olayotgan obyektini hozirgi kunda kadastr hujjatlariga, qurilishi to'liq yakuniga yetganligi, u obyekt foydalanishga qabul qilinganligi va kadastr hujjati mavjudligi imkon qadar ko'rib chiqib, ko'zi bilan ko'rgandan keyin ular bilan shartnoma qilinish maqsadga muvofiq bo'ladi hozirgi kunda. Chunki ayrim qurilish firmalar katlovan kavlanyapti, xarid qilishingiz mumkin, hech qanday hozircha hujjatlari yo'q, albatta kadastrlari qilib beriladi degan va'dalar bilan sotuvni boshlab yuborganlik holatlari ham kuzatilmoqda va bizga ushbu ma'lumotlarni taqdim etgan mehmonimiz, albatta tanishtirib o'tay, boshqarma xo'jalik hisobidagi davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'lim boshlig'i Mansurbek Ortiqaliyev ham ko'rsatuvimizda ishtirok etyaptilar. Yana bir bor sizni xush kelibsiz deymiz. Xo'p, yurtdoshlarimiz tomonidan demak savollar ham berilishga tayyor turibdi. Navbatdagi yurtdoshimiz qo'ng'iroq orqali savollarni yo'llamoqchilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Qo'qondan Umijonman. Savolingizni eshitamiz. Hozir mana ko'rsatuvni ko'rib o'tiribmiz. Bizning savolimizga qisman javob bo'ldi. Mana aytaylik, yangi domlar qurayotganda birinchi dom qurishdan oldin sotuv ofisini qurish bo'ladida. Sotuv ofisida shartnomalarni qilib o'zlaricha qandaydir ko'p insonlarni aldanib qolganini ko'rdik. Ular aldanib qolmasligi uchun qanday maslahat berasizlar? Masalan, aldanib qolganlarga, pul to'laganlarga qanday yordam bera olasizlar sizlarning tashkilotingizdan? Shuni so'ramoqchi edim. Mana shunday holatlarga uchraganlar qayerga murojaat qilish kerak? Ularni pullari qaytarib beriladimi yoki shartnomani qanday tartibda bekor qilish mumkin? Bu albatta birinchi navbatda sotib oluvchi bilan sotuvchi o'rtasida tuzilgan o'zaro shartnoma. Agar aldanish holatlari, boshqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, faqat hozirgi vaziyatda menimcha sud tartibida nizolar hal qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob oldilar degan umiddamiz. Ana endi bugungi kunda amalga oshirilayotgan yana bir qurilishni nazorat qilish, uni sifatli qurilyaptimi, buni nazorat qilishi qanday tartibda, shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak. Bugungi kunda Andijonda qancha qurilish ishlari amalga oshirilyapti? Bugun uy xarid qilmoqchi bo'lganlar o'zlariga qulay bo'lgan qaysi joylardan uylarni xarid qilishlari mumkin? Keling, shu haqida ham ma'lumotlar berib o'tsak. Bu bo'yicha qisqacha axborot berib o'tib ketaman. Ya'ni hozirgi kunda viloyatimizda hududida qurilayotgan ko'p qavatli uylar bo'ladimi yoki infratuzilma obyektlari bo'ladimi, dasturiy obyektlar bo'ladimi, hammasi onlayn kamera o'rnatilgan, nazorat kameralari, ya'ni o'sha qurilishni nazorat qilish hududiy inspeksiyalar tomonidan o'sha qurilishni loyihalashtirgan loyiha tashkilotlarini mualliflik nazorati, ya'ni o'zlarini texnik nazorat inspektorlar tomonidan nazorat amalga oshirib boriladi. Har bitta qurilishda hozirgi kunda onlayn kameralar o'rnatilgan bo'lib, har bitta kameralar o'sha qurilishda shu fundamentini qatlaman kavlab, fundamenti oxiriga yetgungacha bo'lgan holatni doimiy nazorat qilib boradi.
Bundan tashqari o'sha hududiy nazorat inspektorlari o'zlarini biriktirilgan hududdagi qurilishlarni doimiy nazoratini olib boradi. Yaqinda Vazirlar Mahkamasini qaroriga asosan o'sha qurilishda loyihasini, ya'ni loyiha tashkiloti tomonidan mualliflik nazorati hamda xususiy nazorat inspektorlari tashkil qilinib, ushbu nazorat yanada kuchaytirib borilyapti. Bu endi o'z o'rnida o'sha qurilishlarimizni sifatini ham oshirishga sabab bo'lyapti. Endi shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Hozirgi kunda o'zi nafaqat Andijon, butun O'zbekiston qurilish maydoniga aylangan. Qurilish jarayonlari Katlavandan boshlab bitgunga qadar bo'lgan etaplarda, har bir etapda qurilish nazorat inspeksiyalari tomonidan hamda quruvchi tashkilotlar tomonidan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu qanaqa? Har bir jarayonda, har bir qavatlarda va ularda ishlatilayotgan qurilish materiallaridan namunalar anaqa nazorat inspeksiyani laboratoriya bo'limi tomonidan tekshirib boriladi va albatta u qurilish materiallarini olinayotgan va ishlab chiqaruvchi tomonidan albatta sertifikati mavjud bo'lishi kerak. Shu sertifikat asosida amalga olinib kelinayotgan, qurilishda ishlatilayotgan qurilish materiallarini nazorati hozir nafaqat qurilish nazorati inspeksiyasining hududiy inspektorlari, loyihachi tomonidan mualliflik nazoratini olib boruvchi mutaxassis, texnik nazoratchisi, ichki nazoratchisi hammasi birgalikda hamkorlikda ishlar tashkil qilinyapti. Men o'ylayman, hozirgi kunda oldingiga nisbatan ancha viloyatimizda amalga oshirilayotgan ko'p qavatli turar joylarning sifati yaxshilanyapti kundan kunga. Bu borada menimcha kundan kunga faqat yaxshi o'zgarishlar, yaxshi natijalar kuzatiladi xolos. Rahmat. Davom etamiz. Telegram manzilimizga kelgan savollarga to'xtalamiz. Assalomu alaykum. Chet el fuqarolari, aytaylik, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistondan uy-joy sotib olishlari mumkinmi yoki umuman boshqa davlat fuqarolari? Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Marhamat. Chet el fuqarolarini O'zbekistonda vaqtinchalik yashash yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lib yashash masalalari, unga hozir aniq yo'nalish bera olmaymiz. Lekin xohlagan fuqaro kelib o'zi yoqtirgan manzildan, xohlagan lokatsiyasidan kelishilgan holatda shartnoma asosida ko'p qavatli turar joylardan sotib olishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Navbatda yana qo'ng'iroq amalga oshirilgan ekan. Navbatdagi yurtdoshimiz savollarini tinglashga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Yaxshimisizlar? Biz Yunusobod tuman 5-mavzedan telefon qilyaptik. Toshkent shahri. Marhamat, savolingizni eshitamiz. Bizda 5-kvartalda ko'p qavatli uylardan iborat bo'lib, bizda ayrim nimalarni boshqa kompaniya qo'shib olganda xizmat ko'rsatmaydi. Boshqa kompaniya xizmat ko'rsatadi-da, bilingovoy sistema boshqa kompaniyada. Pulni boshqasi yig'ib olyapti-da, xizmatni boshqasi qilyapti. Biz 3 yildan beri fuqarolar shu 6-7 domlar protokol bayonnomalar yig'amiz, hammamiz rozi bo'lamiz. 51% dan oshiq 70%, 80% aholi qo'l qo'yishadi-da. Vazirlik tomonidan shahar nimasi uy-joy kommunal bilingovoy sistemalar rad javobini beradi. Bu yerda korrupsiyaga qarshi ishlash degan deb prezidentimiz aytib yotibdi. Bu yerda korrupsiyaning ustiga korrupsiya bo'lib yotibdi. Prezidentimizning qarori 581-qarorida 8-moddasida aytib qo'yilgan fuqarolar o'zlari tanlash huquqiga ega deb. Savollar tushunarlimi? Savol uchun rahmat. Shu o'rinda aytib qo'yishim kerak. Hozirgi kunda Andijon shahridagi
Mana ko'p qavatli uylarga 15 tadan ortiq boshqaruv servis kompaniyalari xizmat ko'rsatmoqda. Endi bu boshqaruv kompaniyalari tashkil bo'lganiga, birinchisi tashkil bo'lganiga 21-yilda tashkil bo'lgan. Qolganlari mana sekin-sekin tashkil bo'lib, ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatishni boshladi. 5-kichik daha bo'yicha savol berdingiz. 5-kichik dahada Yo'q. Bu Toshkent shahar Yunusobod tumanidan kelyapti savol. Yunusobod. Endi umumiy javob bersam, boshqaruv servis kompaniyalari aholini umumiy yig'ilishida shu umumiy yig'ilish o'tkazib, umumiy yig'ilishda 50% dan ortiq qatnashib, boshqaruv kompaniyalarida aholini o'zi tanlaydi. Umumiy yig'ilishda lekin 51% ashu uyda ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolar qatnashishi kerak. O'zi tanlaydi. Shu kompaniya bilan biz mana shu kompaniyani xohlaymiz, bizga mana shunaqa xizmatlarni ko'rsatib bering deb umumiy yig'ilish, to'g'ri aytdingiz, 581-sonli qonun bo'yicha qonunda yozilgan. Umumiy yig'ilish shu oliy organ hisoblanadi. Umumiy yig'ilish qaror qabul qildimi? Boshqaruv kompaniyani tanlash anaqasi bor. Hozir bular mana aytayaptilar, boshqa firma bizga xizmat ko'rsatadi, boshqa firma to'lovni boshqa firmaga to'laymiz deyaptilar. Va biz aytaylik, ma'lum bir muddatdan keyin bu xizmat ko'rsatayotgan firma yoki kompaniyani almashtirish mumkinmi? Mana fuqarolar qo'l qo'yishadi, dalolatnomalar tashkil qilamiz, lekin shu uy-joy kommunal boshqarmasi tomonidan rad javobi olyapmiz degan savol yo'llayaptilar. Qayerga murojaat qilishlari kerak? Buni qanday almashtirish mumkin xizmat ko'rsatayotgan firma yoki kompaniyani? Endi kompaniyani xizmatidan norozi bo'lsanglar, uni kamchiligini yozib, shu xizmatidan norozi bo'lgan holatlarni ko'rsatib, unga birinchi navbatda murojaat qilish kerak. Masalan, almashtirishdan oldin. Uy-joy haqiqatda viloyatlarda uy-joy kommunal boshqarmalari bor. Toshkent shahrida ham bor. Shularga murojaat qilinadi. Boshqarma xodimlari borib, ularni belgilangan o'zini xizmatlarini bajarmagan bo'lsa, mashinani o'rganib, ularni tahlil qiladi. Keyin shuni baribir ko'p qavatli uylarda umumiy yig'ilishga qo'yadi. Umumiy yig'ilish tanlaydi baribir. Qayta yig'ilish o'tkazilib, firmalarni demak tanlovi amalga oshiriladi. Boshqarma xodimlari, boshqarma mutaxassislari borib, bularni faoliyatini o'rganadi. Sababi qonunda boshqaruv tashkilotini belgilangan vazifalari bor-da, shu vazifani bajarmay turgan bo'lsa, almashtirish mumkin. Hech qachon bunga boshqarma tomonidan yo rad javobi hech qachon berilmaydi. Masalan, biz Andijonda ham mana shunaqa holatlar bo'ldi. Borib umumiy yig'ilishlarni o'tkazib tashkil qilindi. Umumiy yig'ilish bo'yicha boshqaruv tashkilotini tanladi. Shunga biz o'tkazib qo'ydik. Rahmat, davom etamiz. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob oldi degan umiddaman. Navbatdagi qo'ng'iroq bog'langunga qadar Telegram manzilimizga kelgan navbatdagi savol. Namangan viloyatidan. Assalomu alaykum. Uyimiz bobomning nomida. Menimcha bu kadastr agentligiga hujjatlar yo'q. Xatlov qachon keladi hududimizga? Shuni aniqlamoqchimiz, bila olmayapmiz. Qayerga murojaat qilishimiz kerak deyaptilar. Tomoshabinimizni savoli, xatlov ishlari O'zbekiston Respublikasi qonunining 937-sonli qonunining 13-moddasida belgilangan. Mahalliy hokimiyatlar tomonidan takliflar berilib, kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan mahallalar ketma-ketligida olib boriladi. Bu mahallalar ketma-ketligi hozirda 2024-yil, 2025-yil, 2026-yil uchun tasdiqlangani kadastr.uz saytlariga ochiq e'longa qo'yilgan. Shundan ko'rish mumkin ketma-ketligini. Bundan tashqari bu saytda mavjud bo'lmagan holatda hozirda 2027-yilda mahallalar ketma-ketligini tasdiqlash jarayoni kelyapti. 2027-yilga keyingi bosqichga qo'yiladi, agarda oldingisida bo'lmasa. Shu mahallalar ketma-ketligini shundan bilish mumkin. Tushunarli. Telegram manzilimizga kelgan savollardan biri. Assalomu alaykum.
Xo'p, noturar binolarni, joylarni turarga aylantirish bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz, noturar joyimiz bor, turarga almashtirish mumkin deb aytishda qanday tartibda amalga oshiriladi degan savol kelgan. Marhamat. Noturardan turar joyga o'tkazish yoki turar joyni noturar joy turkumiga o'zgartirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2 sonli qarori bor. Ushbu qaror bo'yicha noturari bor obyektlarda fuqaro noturar obyekti bor, uni uy joyga o'tkazish uchun Davlat xizmatlari markazi orqali ariza qiladi. Arizasi kadastr organlari tomonidan kadastr organlariga kelib tushadi. Kadastr organlari tomonidan noturar obyektga tegishli bo'lgan kadastr hujjatlar tizimga yuklangandan keyin qurilish boshqarmasi elektron tizimida ko'rinadi. Unda mutaxassis joyga boradi, joyda obyektni joylashuvini, holatini Vazirlar Mahkamasining 200 sonli qaror talablari asosida ko'rib chiqadi va kelib xulosasini beradi. Yaqinda shu 200 sonli qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi Vazirlar Mahkamasi tomonidan. Bu o'zgarish noturardan turar joyga o'tkazilayotgan obyektlar miqdori faqat bo'sh yer uchastkasi 4 sotik etib belgilandi. Shu kungacha 4 sotik va 4 sotikdan ortiq bo'lgan yer uchastkasi va bino inshootlar amaldagi qonun talablariga to'g'ri kelsa turar joy turkumlariga o'tkazib berilgan. Endilikda 24-yanvar 2026-yildan buyog'iga faqat bo'sh yer uchastkasi 4 sotik va undagi mulki talablarga to'g'ri keladigan bo'lsa ijobiy xulosa berish ko'rib chiqiladi. Undan tashqari hozir qaror talablariga shunaqa o'zgartirish bor, yana binoni noturardan turarga yoki turardan noturarga o'tkazilayotgan obyektni holati bo'yicha texnik xulosa taqdim qilinishi ko'rsatib qo'yilgan. Bu bo'yicha hozir xususiy firmalar tomonidan ham litsenziyasi bor, sertifikati bor bo'lgan xususiy firmalar tomonidan binoni holati bo'yicha texnik, instrumental xulosalar berib ko'rilyapti. Rahmat. Davom etamiz. Navbatda qo'ng'iroq amalga oshirilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Alo, men Andijondan qo'ng'iroq qilyaptim. Juda ham yaxshi, savolingizni eshitamiz. Biz Xo'jobod tumaniga qaraymiz. Bog'shamol nimasida yashaymiz o'zi. Shuni xatlovi qachon boshlanadi? Shuni bilsam bo'ladimi deb qo'ng'iroq qilyaptim hozir. Televizorda yaxsam to'g'risida ketayotgan ekan savollar. Tushunarli, rahmat. Demak, kadastrlar agentligiga bu savol. Dostonbek, marhamat. Xato ishlarni olib borishda 937-sonli qonun ijrosi bo'yicha oldingi savol ham xuddi shunday. Albatta, shu mazmunda. Shu mazmunda edi. Bularga ham javobini berdik. Xatlov ishlari qachon yetib kelishi bo'yicha Kadastr.uz ochiq portali orqali e'lon qilingan. 2024-yil, 25-26-yillarda xatlov ishlari olib borilishi va xatlov ishlari yakunlangan yoki kelgusida xatlov ishlari olib boriladigan mahallalar ketma-ketligi va sanalar aniq belgilab qo'yilgan oylari bo'yicha. Ushbu sayt orqali bilishi yoki hududiy kadastr filiallariga murojaat qilgan holatda aniqlik kiritishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Grafik agarda hozirgi tasdiqlangan grafikda mavjud bo'lmasa, tasdiqlangan bo'lmasa, keyingi 2027-yilda grafikini tasdiqlaganda keyingi mahallalar ketma-ketligiga qo'shilishi mumkin. Tushunarli. Buni mahalliy hokimiyatlar taklifi bilan kadastr agentligi tomonidan tasdiqlanadi bu grafik. Rahmat. Davom etamiz. Telegram manzilimizga kelgan navbatdagi savol. Farg'onadan. Assalomu alaykum. Bizni mahallamizda maktab yonida bo'sh joy bor. Tadbirkorlik qilish uchun shu joyni olmoqchi edim. Mahalla
fuqarolar yig'iniga murojaat qilsam, bu maktabga qarashli dedi. Maktabga murojaat qilsam, bizga qarashli emas dedi. Qayerga murojaat qilishim kerak? Ushbu savolga qisqacha men javob berib o'taman. Bu siz ko'rib tanlab ko'rgan joy agar biron bir tadbirkorlik subyekti yoki biron bir muassasa balansida bo'lmasa, tuman zaxirasida bo'ladi. Bunda Vazirlar Mahkamasini 71-sonli qaroriga asosan auksion savdolari orqali sotib olish huquqiga ega. Ya'ni bunda o'sha o'zingizni mavjud mahalla fuqarolar yig'inining 7ligidagi hokim yordamchisi tomonidan ushbu joyda auksion savdolariga qo'yish mumkin. Undan tashqari o'sha hududdagi tumandagi kadastrlar palatasi hamda qurilish bo'limlari tomonidan ushbu joylar auksion savdolariga lot orqali qo'yiladi hamda ochiq auksion savdolari orqali sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Davom etamiz. Navbatda esa yana qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Yaxshimisiz? Toshkent shahridan telefon qilyapti. Toshkent shahridan. Xo'p, eshitamiz savolingizni. 100 Vazirlar Mahkamasining 167-qarori bo'yicha savol bor edi. Marhamat, davom eting. Vazirlar Mahkamasining qarorida shunaqa termin bor-da. Nizomda o'sha qurilish nazorati o'rnatish bo'yicha nizomda buyurtmachi, ya'ni haligi yakka tartibdagi uy-joy egasi xususiy nazoratdan atkaz qilish huquqi bor. Bildirishnoma yozib beradi, menga kerak emas deb bildirib beradi haligi muallif loyiha tashkilotiga. Lekin qaror nizomi tegida aniq loyiha tashkilotining xulosasi bo'lmasa, qurilish nazoratining xulosasi bo'lmasa, kadastr rasmiylashtirish taqiqlanadi qo'yilgan. Shunda majburiy bo'ladi yoki majburiy bo'lmaydimi? Qanaqa qilib kadastr rasmiylashtiradi uyni bitirgan odam? Xulosa berilmasa, atkaz qilsa, qanaqa kadastr rasmiylashtiradi? Savol tushunarlimi? Yoki savol berishingiz mumkin? Yo'q, savollar tushunarli. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Savolda loyiha hujjatlar tasdiqlanmagan taqdirda kadastrga qanday kadastrga qo'shsam bo'ladi, deyapti. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-sentyabrdagi 535-sonli qarorida yaqinda o'zgartirish kiritildi. O'zgartirishda ko'chmas mulk obyektiga loyiha hujjatlarini Davlat xizmatlari markazi orqali ariza qilganda qo'shib yubormagan taqdirda yoki loyiha hujjatlarini kadastr organlariga taqdim qilmagan holatlarda ariza rad qilishga asos bo'ladi deb belgilangan. Loyiha hujjatlari bo'lish kerak. Loyihasiz qurilmalar faqat o'zboshimcha qurilmalarga kiritiladi. Bunga kadastr qilish uchun asos mavjud bo'lmaydi. Faqat loyihasi bo'lish kerak kadastr hujjatini shakllantirish uchun. U qurib bo'lingan bino bo'lsa, u loyiha qilishi rad etilayotgan bo'lsa, bunday qanday chora ko'rish kerak deyaptilar savollarning mazmunida. Endi loyihadan tashqari binolar qurib olgan bo'lsa, bu o'zboshimchalik bilan qurilgan binolar bo'ladi. Uni qurilish bo'limlari tomonidan hozirgi akalarimiz tomonidan aytilgandek jarimalar kelib chiqishiga sabab bo'ladi bu qo'shimcha qurilgan binolar. Loyihadan tashqari qurilgan. Rahmat. Qo'shimcha fikrlar yo'qmi sizlardan? Rahmat. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob ola oldilar degan umiddamiz. Bizga kelgan navbatdagi savolga o'tamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Bizni bog'imiz bor. Bog'imizda shiypon, qo'ylarimiz uchun qo'yxona qurishimiz uchun ham ruxsat olishimiz kerak. Bu qanday tartibda bo'ladi? Bu savolga men qisqacha javob beraman. Vazirlar Mahkamasining 322-sonlik shu aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha qarori chiqdi. Ushbu qarorda fermer xo'jaliklari
tomonidan, ya'ni dala chetlarida shu molxona yoki qo'yxonalar tashkil qilish bo'yicha topshiriqlar, vazifalar ketgan. Shu bo'yicha hozirgi kunda biz Andijon viloyatida ham ushbu qaror ijrosi bo'yicha 1433 ta loyiha, taklifiy loyihalar fermer xo'jaliklarimiz tomonidan taklifiy loyihalar berilgan. Hozirgi kunda ushbu qaror asosida dala chetlarida, ya'ni fermer xo'jaliklarida dala chetlarida ushbu chorvachilik hayvonlarni boqish uchun mo'ljallangan yengil tipdagi imoratlar qurish bo'yicha ruxsat beriladi. Qo'shimcha aytaylik, o'zlari uchun bir xona, ikki xonali bir shiyponlar tashkil qilish uchun. Endi bu bo'yicha taklifiy loyihalar ishlab chiqilgan, ya'ni shu binolarda joylashuv bo'yicha. Shu binolar joylashuvida siz aytmoqchi qorovulxona yoki ishchilar dam olish xonalari ham ko'zda tutilgan. Tushunarli, rahmat. Davom etamiz. Navbatda yana qo'ng'iroq amalga oshirilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Andijon shahardanman. Alaykum assalom. Qayerdan? Qayerdan? 2014 Andijon shaharidan. Andijon shahardan. Xo'p, savolingizni eshitamiz. Balandroq gapirasiz. 2014-yilda kadastr hujjatim bor, xotinimning nomida natural joy. Endi shuni o'zimning nomimga o'tkazishim kerak. Xotinim vafot etgan. Yerga huquq yo'q deb menga shu kadastr hujjatini yangilab berishmayapti. Savol tushunarlimi? Marhamat. Televizor ovozini o'chirib qo'ying iltimos. Marhamat. Bino inshootizga nisbatan egalik huquqi mavjudmi? Sizda bor, kadastr hujjatim bor, faqat yerni qarori yo'q ekan. Tushunarli, bunda xususiylashtirilgan binolar bo'ladi. Natural joy mana San'at ko'chasida Shurona servisda yanidan olganmiz mo'yka qilib. Tushunarli. Rahmat. Ayol nomida bo'lgan ayollari olamdan o'tgandan keyin o'zlari nomiga qayta kadastr qilib o'tkazishga imkoniyat bo'lmayapti, deyaptilar. Savol tushunarli. Yer maydoniga huquq belgilanmagan bo'lsa, ya'ni bino inshootini order orqali yoki davlat obyektida xususiylashtirilgan obyektlarda kadastr hujjatlari mavjud bo'lsa, buni yer maydoniga nisbatan huquq e'tirof etilmagan bo'lishi mumkin. Buni hozirda faqat O'zbekiston Respublikasining qonuni bo'yicha 937-sonli qonunda 8-moddasi bo'yicha noturar bino inshootlarga bo'lgan huquqi mavjud, lekin yer maydoniga tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lmagan holatlarda xatlov ishlarini olib borgan taqdirda, xatlovdan keyin viloyat xalq deputatlar viloyat kengashini qarorlari bilan e'tirof etilib, yer maydoniga nisbatan huquqlar e'tirof etilganda keyin meros qabul qilib hujjatlarni davom ettirishi mumkin. Hozircha xatlov jarayonini kutib turadi. Tushunarli. Rahmat. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob oldilar. Endi bir qancha mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan savollar kelgan. Mana shu savollarni jamlab bermoqchiman. Biz mahallada turamiz, yonimizda ko'p qavatli bino qurilgan, soyasi bizga tushadi yoki ko'p qavatli uyda turadiganlarni bizning xonadonimizga qarash imkoniyati bo'lyapti. Yo bo'lmasa, nafaqat ko'p qavatli uy, boshqa bir savolda yonimizga mehmonxona qurilgan, oshxona qurilgan, ko'p qavatli qilib, bu bizga xalal beryapti. Qayerga murojaat qilishimiz kerak degan mazmundagi shu savollar kelgan. Marhamat. Hozirgi kunda ko'p qavatli turar joy bo'ladimi? 3 qavatdan yuqori bo'lgan barcha obyektlarda loyiha smeta hujjatlarini kelish jarayonida amaldagi SHNK talablari bo'yicha ko'rib chiqiladi. Ularning balandliklari va ularga turdosh bo'lgan turar, noturar aholi uy joylari bo'ladimi? Barcha obyektlardan oraliq masofalari Qurilish vazirligi tomonidan
2024-yilda o'zgartirish kiritilgan SHNKga, shaharsozlik norma qoidalariga ushbu SHNK talablari asosida ko'rib chiqilib tasdiqlanadi. Agar qanaqaki norozilik yoki boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, qurilish bosh boshqarmasiga murojaat qilsa, mutaxassislar belgilangan tartibda ko'rib chiqib beradi. Rahmat. Yana bir savol kelgan. Bu aynan hozir mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Qo'ng'iroq bor ekan, keling qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qayerdan? Muhammad Dinam aka, Toshkent shahridan telefon qilayotgandim. Bitta Assalomu alaykum va alaykum assalom. Televizor ovozini o'chirib qo'ying iltimos. Toshkent shahridan. Toshkent shahridan bo'ldi, tushunarli, marhamat. Muhammad aminiki bitta yaxshi iltimos bor sizga. Shaxsan sizga iltimos bor. Savolga aniq javob bersin. Ha yoki yo'q deb. Maylimi? Xo'p, bo'ladi. Muhammad Amin aka 167-qaror bo'yicha yana bitta savol bor edi. Xususiy nazoratda eskiz proyektda beton markasi armaturalarning sinflari ko'rsatilmaydi-da. Deyarli ko'rsatishmayapti. Shunda borib kolonna rigillarini, laboratoriya talablarini, laboratoriya xulosalarini so'rashga haqqimiz bormi yoki yo'qmi? Loyihachi sifatida, nazoratchi sifatida. Shunga ha yoki yo'q deb qayerda yozilganligi aniq javob bersin, iltimos. Rahmat. Savollari tushunardimi? Tushunarli. Bu bo'yicha hozir yaqin kunlarda amalga kiritiladi. Quriladigan, qurilishi rejalashtirilayotgan ko'p qavatli turar joylarda qurish jarayonida yoki loyihasini kelish jarayonida jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yiladi. Ushbu hozirgi fuqaromiz tomonidan berilayotgan savolda ko'rsatilayotgan talablar yoki o'zlari qiziqayotgan yo'nalishlarga shu orqali javob olishlari mumkin. Lekin hozir amaldagi qonuniy hujjatlarda bu narsa nazarda tutilmagan aslida. Menimcha yurtdoshimiz mana savolingizga javob ola oldingiz degan umiddaman. Xo'p, hozir mana aytib o'tildi shaharsozlik me'moriy me'yorlari, qoidalari to'g'risida. Bizni uyimiz yo'lni bo'yida qurilish qilishimiz shaharsozlik me'yorlariga to'g'ri kelmaydi degan ni eshitdik. O'zi shaharsozlik me'moriy qoidalari nima? Shu haqida aytib o'tinglar deyapti. Hududlarda fuqarolar tomonidan qurilishi rejalashtirilayotgan turar bo'ladimi, noturar obyektlar bo'ladimi, bunga dastlab ruxsatnoma olish jarayoni va ruxsatnomadan keyingi arxitektura rejalashtirish topshirig'i hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida hududlarni bosh rejasi, agar ishlab chiqilib tasdiqlangan hududlar bo'lsa, bosh rejalari asosida ko'rib chiqiladi. Osonroq qilib tushuntiraman. Tadbirkor o'ziga tegishli bo'lgan u davlat ahamiyatidagi, xalqaro ahamiyatdagi avtomobil bo'ladimi, avtomobil yo'li bo'ladimi, davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'li yoqasidagi bo'yidagi binolar bo'ladimi, bu hududlarda qurilishi rejalashtirilayotgan obyektlar avvalambor arizasi ko'rib chiqish jarayonida hududni bosh rejasi, tasdiqlangan bosh rejasi asosida ko'rib chiqiladi. Bosh reja shaharsozlik hujjatlarining asosi hisoblanib, bu bosh rejalar 20 yildan 25 yilgacha ishlab chiqilib, hududlarni infrastrukturasini, barcha holatlarni rivojlantirishni, uning ichida kommunikatsiya bo'ladi, joylashtirish bo'lsin, barcha holatlarda e'tiborga olib, aholini o'sib borish tartibi albatta hisobga olingan holatda ishlab chiqilgan shaharsozlik hujjati hisoblanadi. Bosh rejasi yo'q hududlarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan bino inshootlari uchun ruxsatnomalar olish masalasi u hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 200 sonli qaror talablari asosida arxitektura shaharsozlik kengashining tomonidan belgilangan tartibda elektron tizim orqali ko'rib chiqilib tasdiqlanadi. Rahmat. Davom etamiz. Navbatda yana qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq? Men Namangandan telefon qilyapman, bolam. Savolingizni eshitamiz, marhamat. Men qari pensioner odamman. Shu Elabod City degan joydan 7-domdan kvartira olganman. Shu yerda xonadonlarda hamma yashaydi, 94-podval minusda. Tushunarli. Joyga menga o'z boshimcha ochkarsam deb shtraf bosib ketgan. Buni kim hal qilib beradi menga? Nima bo'yicha jarima kelgan?
jarima o'zboshimcha ochgansan deydi. Kelib ko'rishinglar mumkin. 7-8 domda ham orqa tomondan ochilgan qo'y, ham oldi tomondan qorong'ilik hisobiga. Biz ashini shu ochsak, bega san qonunni qurgansan, urib bekitasan deb qurilish nazorat bo'limi kelib menga hozir tashlaganiga 1 yil bo'lyapti. Hozir men pensioner odamman, hozir 920 so'm pensiya olsam. Xo'p, nechinchi qavatda turasiz? Birinchi qavatdami? Birinchi qavat emas, 0. Ha, tushunarli. 0 podval. Tushunarli. Shu 7-8 domni tagida 4tadan 8ta aholi yashaydi. Hech kimga so'magan, menga shtraf solib ketgan bu. Demak, qo'shimcha chiqish yo'li ochganingiz uchun shunaqami? Yo'q, ochilgan emas, davlat o'zi qurgan holatda olganman. Men qo'shimcha ochgan emasman. Agar bir joyga bitta g'ish yo bitta tishu teshgan bo'lsa, menga shtraf bossin men. Shunga roziman. Aha, tushunarli. Rahmat, savollari tushunarlimi? Savollari qisman tushunarli. Hozir qo'shimcha savol bermoqchi bo'lsangiz, marhamat. Siz olganda shu kadastr hujjatlarida bu joydan kirish chiqish joyi mavjud bormidi, yo'qmidi? Kadastr hujjatlaringizda. Bor, bo'lgan. Hujjatda bor deyaptilar va uni kadastr tafsilot bermasa, men qayerdan endi dokument qilaman? Bitta dommas, ikkita domni tagida ikki tomonlama ochilgan yo'l shuni. Davlat o'zi lisensiyalarni qurib chiroyli qilib bergan joyda men 15.250 dollarga naqd pulimga sotib olganman. Bu tartibda o'zi hozirgi holat bo'yicha o'sha hududiy qurilish nazorat inspeksiyalari qoshida ochilgan uy-joy inspeksiya xodimlari bu fuqaromizni joyiga borib o'sha hozirgi aytgandek dalolatnoma rasmiylashtirishgan. Dalolatnoma rasmiylashtirishiga sabab u yerda ko'p qavatli uylarda, ya'ni yuklamalarda o'zini xususiyatini yo'qotish, ya'ni bu qurilish tilida aytganda o'ta jiddiy xatolikka sabab bo'ladi. Ya'ni o'sha binoni asosiy shu qismini buzib u yerdan noqonuniy o'z boshimchalik bilan yo'l ochish, kirish chiqish yo'li ochish. Agar fuqaroimiz olgan vaqtlarda oldi sotiqda, ya'ni kadastrda ko'rsatilgan bo'lsa, bu quruvchiga nisbatan qo'llanilishi kerak bo'lgan jazo chorasi hisoblanadi. Hozirgi holatda agar bu fuqaroimizga ushbu uy-joy inspeksiyasi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilgan bo'lsa, sud tartibida, ya'ni sudga murojaat qilgan holda ushbu dalolatnomani bekor qilish huquqiga ega. Azizlar, ko'rsatuvimizga yana bir qancha savollar kelmoqda, qo'ng'iroqlar. Ana endi yurtdoshlarimiz faollashdi, lekin afsuski ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib bormoqda. Albatta, bugun ko'rsatuvimiz imkon qadar yurtdoshlarimizga manfaatli bo'ldi, savollarga javob ola oldilar degan umiddamiz va bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan mehmonlarimizga ham minnatdorchilik bildirib qolamiz. Albatta, bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan mehmonlarimiz Andijon viloyati qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi mutasaddi rahbarlari ishtirok etdilar. Va albatta Davlat kadastrlar palatasi Andijon viloyati boshqarmasi bo'lim boshlig'i ham ishtirok etdilar. Sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Yurtdoshlarimizga esa albatta har bir xonadoningiz avvalo mustahkam bo'lsin. Uzoq yillar ana shu xonadoningizda baxtli hayot kechirishingizni, umr guzaronlik qilishingizni tilab qolamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Kelgusi ko'rsatuvlarda yana sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.